Azizlarim, biz oldin ham 1-2 marta chiqarib yubordik. Mana bu kelishimiz 3-chi tashrif buyurdik Nodira aka bilan birga aka. Bu xolamizni zudlik bilan Toshkentga olib borish kerak bo'lyapti ekan. Kecha doktorlarning qog'ozlari bo'yicha biz tanishib chiqdik. Bunaqa kasal o'sh bo'yicha Qirg'iziston bo'yichami, o'sh bo'yichami dedi. Ikkita kasal bor ekan. Bu opamda o'zi 60 yoshda, 205 kilo vaznda, azizlar qorni ishib ketyapti. Jigarida seroz pechin bo'lgan, pochkasi ketgan, yana boshqa 7 ta kasali bor ekan, qizlari o'zi aytib berdi. Mana o'tirishgan uylari ham ijarada o'tirar ekan. Iltimos sizlardan shu videolar Saxovat pesh akalarimga yetib borish uchun o'zingizlar yordam qila olmasanglar ham sizlardan iltimos chiroyli kommentariya yozib, mana shu videoda iloji boricha bunga podelиться qilib olinglar. Inshaalloh musofirdan ko'rib turgan aka-ukalarimiz bor, biz xudo xolasa ashlarga yetib borsin. O'zim qo'lim bilan olib kelib ko'rib beraman ehsonimni desanglar, adreslarni ham sizlarga aytib ketamiz. Qirg'iziston O'sh shahri 10-da Sariq Astanovkada telefon nomerlarini albatta qoldiramiz. Karta nomerlari bilan telefon nomerlari bir-biriga привязанный bo'lgan. Telefon qilsanglar, qizlar o'zlari kutib oladi. Hozir biz kelsak biror 3 qop ko'mir olib keldi, mashalloh. Ehson qiladigan azizlarim juda ko'p ekan, borlilarga shukr. İltimos sizlardan shu bolalarim uchun yordam beringlar. Ilohim hamisha ishlaringlar o'ngidan kelib omadinglarni bersin. Azizlarim, M-bank nomerlarini yozinglar. M-bank bor ekan, bu yerda kompanion bor. O banki bor ekan. Iltimos sizlardan Rossiyadagilar M-bankka sololmayman desanglar, единица qilib solsanglar ham bo'laveradi ekan. Yoki kompaniyoniga solsanglar ham bo'laveradi. Xo'p, yozinglar azizlar. 0222 bilan 04 11 88 bu M-bank bo'lyapti. Xuddi shu nomerda kodi 0755 bilan 04 11 88 bu 0755 bilan aytilgan raqamlarimizda kompanion o'shkalari bor ekan, o banklari. Kellar azizlar, 50 so'mmi, 20 so'mmi, 30 so'mmi iloji boricha bir harakat qilib yordam beraylik. Agar yordam bera olmayman deydigan bo'lsalar, albatta mana shu videoda WhatsApp gruppalar, Telegram gruppalar butun planetaga azizlarim podelиться qilib bir-biriga jo'natib olaylik-da. Inshaalloh sizlarga ham savob kelishib qolinglar. Saxovat pesh aka-ukalarimga yetib borsinlar shu video.